Açtım mı açmadım mı mikrofonu dep görüp geldim vatandaş. Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı sözdeyimiz. Leksiyada Sıdığa Rozu Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü Sıdığa 2023 yıl 1. ayının 29. günü haftığı yakşamı vatandaş. Bugün sizlerge sözleydiğimiz hem leksiya tarikisi de muhakeme tarikisi de buludu. Bugün Johnson'ca Japonya'daki obzor çoşundak dedi ki Xi Jinping Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlardan qo'rqib ketdi. Şunlaşqa Xi Jinping o'zining aqldomon yana danishmani Wang Huningga vazife topshirib, Tayvan to'g'risida Tayvan masalasini tinch yo'l bilan hal qilish to'g'risida bir loyiha o'tirg'i qo'yish niyat izlab tepishi topildi deydi vatandosh. Bundan sizmi bizmi sal kichikina hayronlik his qilgan bo'lamiz. Bu hayronlik his qilishimizning avvalgi bishorat o'tirg'i chiqib bo'lgan edi. 1. ayının 10. günüden başlaganda Amerika Qo'shma Shtatlar Avam Palatasının yangi tayinlangan palata boshlig'i Kevin McCarthy biz endi Jungo'ga ishonmaymiz dedi. Onun keyinla Avam Palata boshlig'i Kevin McCarthy'ning Tayvan'ı ziyaret qiladiganligi. Oldimizdagi bahar oylarida Tayvan'ı ziyaret qiladiganligi o'tirg'i chiqdi. Biz Jungo tarafdan bishoratlar ko'rildi dedik. 1. ayının 10. günden hisoblaganda bugun 29 deganga 19 kun bo'ldi degan hisobda vatandosh. Mushu oraliqda sizmi diqqat qildingiz? Ehtimol Junhua Xalq Cumhuriyeti Hükümeti Tashqi ishlar Ministerligining bayonotchilari bir kishi o'tirg'i chiqib yoki Changley Kangye demidi, yoki biz bunun qat'iy qarshi turamiz demidi, yoki men ko'rmay qoldimmi bilmayman. Men ko'rayotgan 3-4 to'g'ri betida Jungoning Changley Kangye Amerikaning bu qaroriga, Amerikaning bu siyosatiga qarshi turamiz deydigan odati tekrarlanmadı deyme vatandaş. Sebep neydi o? Yani siz bundan qaraysiz ki bugün Johnson'ca onu ağızga almadı dedi ki hazır Amerika'dan korkup gitti dedi. Bunu merkezleştirip Eysak başkanı koyup duran hazır Avam Palata başlığı Kevin McCarthy'nin aldığımızdaki 4. ayının 10. günü Tayvan'ı ziyaret kılışı. Biz ötkeni seliştirdik, bu burunki Nancy Pelosi'ninkinden mi artık? Yani hazır Amerika'da hükümet taraf bununla pahalı hareket kılıvatıdı ve aktif kollavatıdı dedik. Haberini yetkizip bulduk. Endilikte Wang Huningga vazife topshirgan Xi Jinping mesela Tayvan meselesini tinch yo'l bilan hal qilish. Bu yerda bugün hazır Johnson'ca bir so'zni, bir iborani, siyosiy atalg'ini eg'izga oldi. Mesela nima deydi? Federatsiya deydi. Tayvan bilan bo'lgan munosabat tinch yo'lda hal qilinadigan ish bo'lsa qandoq bo'ladi? Masalan, federatsiya degan narsani Tayvan qabul qilishi mumkin deydi. Lekin yana qabul qilmaydigan taraf Jungo bo'lishi mumkin deydi. Yani bu yerda federatsiya degan vaqtda Tayvanning o'rnini, uning huquqiy o'rnini, uning hukumat tashkilotini Jungo hükümet itiraf qilish kerak. Lekin bu ancha cho'ng gap emas. Federatsiyaning ikinci ma'nosi bir o'lkadarchilik degan gap. Hatta avtonom rayondami tuvan turadigan bir ma'muriy birlik shakli desangiz bo'laveradi. Buni Tayvan qabul qilmaydi vatandosh. Shunga bu yerda ikki narsa o'tirib chiqadi vatandosh. Biri Jungoning taklifi bo'yicha federatsiya holatida Tayvan Jungo meselesini tinch yo'l bilan hal qilish. İkincisi Tayvan bo'lsa, Tayvan meselesi to'g'risida Tayvan taraf qo'ydigan fikr Xitoy tilida bonglayan deydi, konfederatsiya deydi. Konfederatsiya bo'lgan vaqtida bu boshqa gap.
Bunu aynı vaqtda 98, 99, 2000 yıllarda Tayvan'ın şu vaqtida Kuomintang'ның başlığı Lian Jian Beijing'e berip Zhejiang'da qilgan safarda ve ziyoratida federatsiya, konfederatsiya siyosatlarini negiz qilgan edi. Arliqda bu tugidi. Cunguluqlar Tayvan meselesiga herkes qiziqqan emas. Bu reis Xi Jinping o'tirg'i chiqqandan keyin Tayvan meselesi qiziqchiq to'g'ri keldi. Buni hal qilaman dedi. Mayli rost bo'lsin, mayli quruq gap bo'lsin, mayli tinch yo'l bo'lsin, mayli qurolliq bo'lsin, hal qilish taraf o'tdi deganda hozir Xi Jinping va Jungo Kompartiya hokimiyati bir yoqda qilib, Tayvan meselesi bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari faol harakat qilishga boshladi vatandoshlar. Shunaqmi ya? O'tgan yili 8-ayning 2-kuni Avam palata boshlig'i, sobiq boshlig'i Nancy Pelosi. Bu yıl Avam palata boshlig'i Kevin McCarthy 4-ayning 10-kuni. Bu ishlar oddiy ishlar emas. Avam palata boshliqlari Amerika Qo'shma Shtatlarining 3-qo'l davlat rahbari deganga. Shunama endi kelayli. Agar federatsiya shaklida hal qilimiz tinch yo'llardan degan siyosatni ko'tarib chiqsa, burunqadek bir davlat ishga xil tuzumi bu tugidi. Shangangni tugatdi, Kompartiya Tayvan buning yaqin kelmaydi, hargiz. Tayvanlikda federatsiya unamaydi. Federatsiyani qabul qilmaydi nima o'lkadarchilik berib, ma'muriy organ. Ma'muriy birla qabul qilmaymiz deydi. Bu yerda nima yetib keldi vatandosh? Konfederatsiya. Konfederatsiyaning bir shaklini hozir endi Yevropa ittifoqidagi davlatlarga o'xshatishgan bo'ladi, lekin dal o'zi bo'lmasa kerak. Chunki Yevropa ittifoqi boshqa bir shaklda. Masalan, Yevropaga a'zo 27 davlat, hammasi mustaqil davlat. O'zining mustaqil tashqi siyosati va mustaqil iqtisodi va tashqi savdosi va mustaqil ichki qonuni va nizomnomasi va faqat Yevropa ittifoqiga a'zo. Bundaq vaqtda 27 davlat o'rtaq gavdasi desam bo'ladi. 27 davlat ittifoqi desam bo'ladi. Yevropa ittifoqining keyingi taraqqiyoti qanday bo'ldi? Bunga qat'iy nazar, buni Dalay Lama ham shunday eg'izga olgan edi. Agar Jungo bilan bir ish qilamiz, tinch yo'l bilan masala qilamiz deydigan ish bo'lsa, o halda bizden fikrimiz Yevropa ittifoqi bo'yicha. Masalan, Yevropa ittifoqi bo'yicha hal bo'ladigan bo'lsa, har bir kishi mustaqil davlat. Manjuriya mustaqil davlat, Ningxia mustaqil davlat. Uyg'uriston mustaqil davlat. Ondan keyin Hong Kong, Tayvan mustaqil davlat. Bular mustaqil davlat sifatida mustaqillik e'lon qilib, mustaqillik xitobnomasini e'lon qilib, Uyg'urlar uchun aytganda asliga keltirib, o'tirg'i chiqqan vaqtida konfederatsiya shaklida, davlatlar ittifoqi shaklida bir xil yangilik o'tirg'i chiqqanda qanday? Bugun Johnson ham shuni so'zlabdi. Konfederatsiyani eg'iz qolmadi. Lekin o federatsiyani tahlil qildi. Menimcha federatsiyani Tayvan qabul qilmaydi, chunki Lian Jian deb bo'lgan edi. Lian Jian shu vaqtda Beijingdagi suhbatida shunday degan edi. Biz agar birlashimiz tinch yo'l bilan birlashimizsa, konfederatsiya shaklida birlashimiz, boshqacha yo'l yo'q degan edi. Bugun hozir anada boshda aytdik, vatandosh Johnson demidi, bayonachilar to'g'risi gap qilmadi, men dedi. Ishorat belga oldimizga kelib bo'ldi. Demak, hozirgacha Jumhur Xalq Jamhuriyatining bayonotchisi Amerikada bo'lingan so'zlar va bo'lishi mumkin bo'lgan harakatlar to'g'risida hech qanday tanlay qattiq qarishtiramiz degan gapni ishlatmadi. Aksicha bugun Johnson deydi qo'rqib ketdi. Xi Jinping qo'rqib ketdi. Shunlashqa bu yerda federatsiya shaklida bir loyiha Wang Huning, uning aqldimoni Wang Huning shuni ko'tarib chiqishi mumkin degan so'zni qildi vatandosh. Bu endi nozik masala bu. Demak, Tayvan bo'g'izda urush yo'q, sening hadding emas. Tunuga nima dedik? Tayvan mustaqil bo'lamdi, bo'lmamdi, Tayvanning ixtiyoridagi ish emas. Tayvan Jungoga qo'shilib ketamdi yoki qarishtiran bu Tayvanning ixtiyoridagi ish emas. Tayvanning ishi degandaysiniz xalqaro ish. Uning davlat avvaliga bekitilmagan bir rayon. Amerika xalqi ozod qildi.
oğul kızları azat kıldı. Hem bugün gün kelgende iş Cansınjay'ın degini dek bulmay. Mesela federatsiya bulmay. Tayvan Cungo oturusudaki tüzülme, yoki ijtimoiy siyosiy tüzülme konfederatsiya şeklinde tüzüladigan bolsa, vaqt Tayvan bo'g'izning vaziyati, Cungo Tayvan münasebetining vaziyati, shundaqla Amerika Cungo münasebetining vaziyatida qanday o'zgarish bo'ladi, buni bilmadik, vatandoshim, buni bilmadik. Hozir qiyos qilmaymiz. Tünügün sözüldükmü? Tünügün sözüldük. Kısa haberler dedi o sizlerge. Bakatım Amerika Qo'shma Shtatları Devlet İşler Katibi Antony Blinken'ning Beijingni ziyorat qilishi vazifa jihatdan aytganda ham eg'ir, ham yenik dedi. Konkret bir narsa demedi. Anda aralaqda bir qatam dedik sizlarga, o'rinlashtirish. Devlet İşler Katibi Antony Blinken bu qatam Beijingda o'rinlashtirish elib bordi degan bir gapni men sizlarga aytib berdim. Qanday o'rinlashtirish ekanligini uni javob bo'lmadi. Lekin bu shuni sizlarning tasavvurlarga tashlagan edim. Bugun endi tuyuqsizda bishoratlarni Cungo Kompartiyasi o'zi ko'rsatdi. O'zlari Cansınjay o'tirg'i chiqib, federatsiya shaklida birlashamdi. Shangang andazasi tugadi, Tayvan qabul qilmaydi degan bu gaplarni o'tirib qo'ydi. Men onu keltirib konfederatsiya devlet bilan devlet münasebeti. Lekin ardı ittifoq bor. Shunday shaklda bir taraf qilamdi. Bugungi vaziyat